O'zi Barselona bu mavsum birinchi davrada qaysidir jamoaga qarshi yutqizgan yoki ochko yo'qotgan bo'lsa, ikkinchi davra o'yinlarida ko'ryapsiz, o'sha xatolarni to'g'rilayapti. Ispan matbuoti bir ibora ishlatyapti, ya'ni la venganza, ya'ni qasos degan o'sha so'zni ishlatyapti. Bugun ham ko'rdingiz do'stlar, 1-0. 1-0dan keyin Borja Iglesiasning goli 1-1 bilan jamoalar birinchi taymni yakunlashdi. Ikkinchi taymda umuman Borja Iglesias hat-trick qayd etdi Barselonaga qarshi. Barselona 1-3 hisobida mag'lub bo'layotgan paytda do'stlar, Flick juda ham tig'iz paytda 22 kun ichida 7 ta o'yin o'tkazish kerak bo'lgan Flick futbolchilarni baribir avaylayapti, rotatsiya qilish kerak. Bugun ham Yamal birinchi taymda o'yinga tushmadi va ikkinchi taymda adashmasam 54 yoki 55 daqiqalarda Olmo va Yamalni tashladi. Aynan mana shu ikki futbolchi qo'shilgandan keyin o'yin umuman o'zgarib ketdi. Olmoning goli, keyin Rafinyadan gol ko'rdik va do'stlar, qo'shib berilgan daqiqalarda penalti va Barselonaning bu super remontadasi qaysidir ma'noda chempionat taqdiriga juda ham katta ta'sir o'tkazadi deb o'ylayman. Agar bugun Barselona mag'lub bo'lganida va ertaga Real Madrid Atletik Bilbao'ni Bernabeuda mag'lub etganida klassikogacha bizda mana shu ikki jamoa o'rtasida faqatgina bitta ochkolik farq bo'lardi va bu bir ochkolik farq u yoki bu jamoa foydasiga klassikoning o'zida umuman yo'q bo'lib ketishi mumkin edi va bu g'alaba do'stlar, to'g'ri, futbolchilar ishtiyoq ko'rsatishdi, ular o'ynashdi, qiynalsa ham, hattoki Lewandowski jarohat olib chiqib ketgan bo'lsa-da, futbolchilar o'zlarini ko'rsatishga harakat qilishdi. Mening fikrimcha bu g'alaba baribir Flickka tegishli, chunki aynan u o'zgartirgan futbolchilar, aynan u zaxiraga olgan va zaxiradan maydonga tushirgan futbolchilar bu o'yin taqdirini hal qilib ketdi. Barselonadan super remontada, menimcha ikkinchi davraning eng muhim g'alabalaridan biri va ertaga Bernabeuda Real Madrid yana bir kuchli raqiblardan biri Atletik Bilbao'ni qabul qiladi. Bu o'yinlarni birgalikda tomosha qilamiz do'stlar. Vamos!